Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Endi bilasizlar, ulg'aygan sayin niyatimiz ham, orzularimiz ham ulg'ayadi ekan. Avvallar yoshligimizda shu mashallah bir narsa aytaman derdik. Hozir endi o'ylangandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin o'yla yoqadi ekan. Farzandimga bir uy olib qo'ying, bir natural joylar, turar joylar, bir mest oling deslagan. Bu uy men xonadan yoqdi. Shuning uchun sizlarga chiqarajakman. Sotiladi ekan. 200 uglovda joylashgan 200 kvadrat metr. Qaranglar, bu yoqda zal, perdeler, lustra, oboylar ham takoy dit bilan tanlangan. Prosta zo'r. Bu yoqda spalni garnituri ham bir xo'shroq, akkuratni perdelarni, svetlar ham dit bilan tanlangan, lustra ham skromni o'zine yarashgan. Hammamizga nasib etsin. Şurada yaz qoldirgan ekan, agar chasm bo'lsa, xarid qilgan bo'lar azizlar. Mehki mebellar, как положено, mehmonlarga vaqtida o'tirib choy ustida suhbat, bu yoqda televizor, bu yoqda albatta lustra ham takoy nежный bo'lib tushgan, ha? Albatta bu yoqda kuxonniy skromniy bir masalan oilang bilan izlab yashayman desang, ha? Gaz plita, muallik, chasi, как положено, topli pol eng qizig'i hamma joydan takoy topli pol. Hamma joy topli pol. Topli pol zo'r. Men tavsiya etgan bo'lar edim, sababi uyingizga kelasizlar, qishda farzandlaringiz maykada yugurib yursa, undan ortiq vaqtiniz yo'q. Bu yoqda zal, lekin alohida tema, lustra ham zo'r tushgan. Oboylar ham dit bilan tanlangan, perdelar zo'r. Endi to'g'ri, jalyuzi ham qo'ygan yaxshi, lekin perda klassika. Perda va boshqacha narsa. Hammaga shuning yaxshi o'ylar nasib etsin. Yaqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar. Şu xonadonlarni yaqin insonlaringizga uyarib qo'yishni yoddan chiqarmanglar.